Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Qaysidir yili qishloqqa sel kelib, ko'pchilik boshpanasiz qoldi. Allohga beadad shukrki, hech kim jabrlanmadi. Ammo uy-joysiz, mol-holsiz qolgan odamlarning qalbiga qattiq iztirob tushdi. Hamma xafa, hamma hayron, dillar esa vayron edi. Shunda bir yosh ulug' otaxon buzilgan uylarni hashar yo'li bilan qayta qurish lozimligini aytib, hammaning qalbida ertangi kunga bo'lgan ishonch chiroqlarini yoqdi. Ishga yaroqli barcha inson borki, hasharga keldi. Hatto qo'shni qishloqdan ham odamlar oziq-ovqat bilan hasharchilarga yordamga keldi. Tushlik bo'ldi. Hamma ovqatga o'tirdi. Ammo ozg'ingina bir bola negadir ovqatga o'tirmadi. Uni rosa chaqirishdi. Kelmadi. Qulog'i og'ir bo'lsa kerak uning, menimcha. Uning qorni to'q. Yo'q-a, axir bu bola ertalabdan beri tinmayapti. Nahotki chanqamagan bo'lsa yoki tortinyaptimikan deyishdi hasharchilar. Chindan ham shu issiq va dim havoda erta tongdan beri tushlik ham qilmay ishlayotgan bu bola hammani goh ajablantirdi, goh rahmini keltirdi. Shunda hashar qilish fikri chiqqan yoshi ulug' otaxon kelib unga savol bera boshladi. Menga qara, jon bolam, ertalabdan beri tuz totmading, yo bo'lmasa qultum suv ham ichmading. Axir bunaqada bo'lmaydi. Sal o'zingni o'ylamaysanmi? Buni qara, sendan katta ba'zan yigitlar ham charchab qolishdi. Ovqatlanishyapti. Sen esa tinmasdan javlon urib ishlayapsan. Aytchi o'g'lim, buning sababi nima? Bola oxiri tilga kirdi. Men ro'zadorman. Otaxonning ko'ziga yosh keldi. Hamma bir qalqib tushdi. Yo'q, bu bolaning bergan javobidan emas. Shunchaki sel kelgan oqshom, kirib kelgan Ramazon oyini unutganlaridan, boshlariga ozgina tashvish etganida Allohni yoddan chiqarib o'z g'amlarini o'ylaganlaridan. Xulosa o'zingizdan yaxshilar.